Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiriga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlı romanını anlatışını davamlaştırırız. Bugün romanını okuşqa başlaganga dal 2 hafta boldu. Bu 2 haftadan beri Xitay virusu bilen yenidən yuqumlanğanlarning ve şu sebepten jenidan ayrılğanlarning sani kişini çöçütkidek derecede işip bardı. Bazı dövlətlerde küniga minglab adamlar jenidan ayrıldı. Men her bir qeyrindişimning aman esen salamet turgan boluşini chin dilimdan tilayman. Şunun bilen birge kitap okuş munbirimiz Moşu alayda şaraitda sizlerge birer yerimden bolsumu hemrah bola algınımızdan tolum xursandmiz. Xoş, romanға keleyli. 1960 yılları toğraqlıqlar yeni boz yer etiş üçün bir yolguluqı barıdı. O yerde Toxtqari bilen Hüsen Axun degen bir kişi yerden bir kon sandık koğlap çıkarıdı. Sandıkta Hatir depter degandek bir narsalar bo'lishdan boshqa yana nurg'un oltin tangalar tepiladi. Albatta, bularning hammani yuqoriga topshirib berdi. Ammo shu kundan e'tiboran Toxtqarining ko'ngliga bir xiyol kirib oldi. U bo'lsa-mu g'oyibdan bir boylikqa erishib, oilasini, xotin bolalarini shu namrat holatdan qutuldirish xiyoli edi. Tolu oylab ahiri Hüsen Axun bilen bir günü Zeynep'ge tinmay ketip kalıdı. Hem şu ketkenci qaytip gelmeydi. Zeynep olsa töt balı bilen yalğız kalıdı. 1962 yılları hem bir yerini oçarçılık kaplagan bir qabahatlik yıllar idi. Zeynep bek kıynalıdı. Bir günü hatta öyde yigidek hiç nima kalmay töt balısı bilen bille bu dünyadan vidalashishdak qara xiyollardimi bo'ladi. Baxtga yarasha shu kuni kechsi biraylan o'ylig'a bir xalta bug'doy akirib qo'ydi. Mundaqcha aytgan vaqtida Zeynep ve bolalarini qutuldirib qoldi. Bu kishi kim? Xo'sh, roman davomlashtiraylik. Kuz oylarının bir kechisi qonaqlıq tarafdan miltiq avazı anlandı. Küz kirib, qonaqlara baş tutqandan buyan xalq askarlari o miltiqi, koltak, dumba ilib qonaqlıqni saqlab atadi. Shunda qattiq muhabbizatga qaramay, açlıqqa chidamagan kishilar kechalari qonaqlıqqa kirib, ham qonaqni ushtib, shu yerdala g'araslatib yeb ketadi. Ularning köpi tayoq zarbasidan chala o'lib bo'lib qoladi yoki o'q yeb put qo'lidan ayriladi. Qechib ketaliganlarimi uyiga kelgandan keyin qo'rsqi esil tayyor bo'lib qoladi. Ashu kechisi miltiq ovozini anglagan kishilar "Hay, yana bir bechoraga uval bo'ldi" deyishdi. Saharda namozga qo'pqanlar Helimi Xanның uydan kelib atqan yig'i ovozini anladı. Arqadalla hamma odam ashu tarafga qarab baqdi. Helimi Xanның o'ziga o'xshab ketadigan 5 bola bilan tul qolgan baxtsiz ojisi bilan onasini uyg'otolmagan kichik Ahmad yig'lab o'tiradi. Kishilar Helimi Xanның qonaqliqda beshig'i o'q tegib o'lib qolganini anglab ich og'irtishdi. Bay Sid, başqa yeriga tekkan bo'lsa o'lmasdi. Qorong'uda ko'rmay atqan gap. Nemishqa qochgan bo'lg'aydi ha? Qochmay jim turgan bo'lsa, tutib elib, urib qo'yib beradi. Kesilib ketsa-mu kelar bo'lg'aydi. Unimi deymiz, bunimi deymiz. Taqdir peshonasi shundoq, rizqi shunchalik o'xshaydi. Mau balasiga uval bo'pti. Uni kim boqar? Helimi Xan peshin bilan yerlik qo'yildi. Helimi Xanның o'g'li onasining tuproqini tatilab, onam bilan ketaman deb yig'lab hamma odamning
içini sıyrildirip etti. Onu tuproq beşidin Zeynep uyga ilip ketdi. O, balalarımның qatarida beqilib keter, hayat qalsaq tang yaşarmız, ölsek tang ölermiz, deb o'ylaydi. 1962-yili to'g'raqliqlar uchun mangu unutulg'isiz qismatlarga to'lgan bir yil bo'ldi. Yil beshida Dado'yda ichilgan oshliqdan mol usul elish qasamyod yig'inida oshliqning mo'bishi usulini 10 ming jingga yetkazish to'g'risidagi qasamnomaga ham odam qo'l qo'ygan edi. Aql o'sha joyda har qanday bir dehqon buning amalga oshmaydiganligini bilmay qolmaydi. Ammo ular ne'matning sesiq gaplari va popozlardan qo'rqib zuvan surmagan. Hamma odam qo'l qo'yyotidi-ku, boshqalar nima kun ko'rsa, biz shuni ko'rarmiz deb o'ylagan edi. Ne'mat bo'lsa, kompartiyali bo'lsa, osmondagi oyni uzib ola olamiz. Tosh ustida teri qundira olamiz. Aksli inqilobchilar bilan o'ngchilar unimi bo'lmaydi, buni bu bo'lmaydi deydi. Biz ular bilan bir yo'lda, bir maqsadda emas deb biz aytadi. Natija shu bo'ldiki, yil bo'yi tong sahardan xubtangacha tumshuqi bilan yer terib, o'lar tirlishiga boqmay ko'mana uchun ishlagan dehqon quruq saman bilan bir necha punliq qoldiruq yeriga terigan ashliqlarga, dehqonlarning tili bo'yicha aytganda, soqoldagi oshqa qarashliq bo'lib qoldi. Kentdagi qiyri-cho'rlarning ko'p qismi shu yili o'lib ketdi. Eg'ir oyoq ayollarning bolalari o'lik tug'ildi. Tug'ilganlarning ko'pi ay bo'lmay, hayot qolganlar har bir kunni ming bir jafoda o'tkazdi. Ochliqning naqadar qimmatlikligini issiq jonlar badaliga texmi cho'nqir his qilgan dehqonlar 1963-yili olaqanchilik yerni bo'sh qo'ymay, oshliq, ko'ktat, kava, yog'liqdan teridi. Zarbidorlik bilan ko'chat tikdi. Qirg'inchilikdan keyin o'zini o'ngshib olgan to'g'raqlarmi qayta ko'klab bo'y tortishga boshlagan edi. Dado'yda ichiladigan yig'inlarda sinfiy kurash ta'kidlanish bilan bir vaqtda dehqonlarning ko'ngliga yoqadigan gaplarmi paydo bo'lib qoldi. Vujudi to'g'raq qasriqida qaqjaragan, chiroyidan to'pi o'rlab turadigan dehqonlar sal-pal erkin nafas ilishga boshlagan edi. 19-bob. 3-sinfni bitkizgan Turdiqari maktabdan to'xtab etizga chiqdi. Onun tangtushlari bilan eshak harvisida etizga o'g'it to'shib yurganlarini ko'rganda Zeynepning uningga masligi keladi ham ichi og'riydi. To'yg'icha oziqlanolmay bo'y tortolmagan Turdiqari harbining sho'tisida mushtumdek kichik ayanchliq ko'rinadi. Rustam o'qishga berilib ketdi. O 1-sinfdan tortibla sinf boshliq bo'lib o'qidi. Uningga muallimlarimi, saboqdoshlari amroq edi. Uning o'rganishga bo'lgan qizg'inligiga hech narsa tang kelmaydi. Zeynepning qo'shkezak bolalari Ro'zaxon bilan Zumratmi maktabga kirdi. Kichik Ahmad ularga agishib maktabga birga boradi. Ular darsdan tushguncha muallimlarning bolalari bilan o'ynab, darsdan tushganda yana ular bilan birga qaytib keladi. Ular uchi ertadan kechgacha birga yuradi. So'g'uq tushishga boshlagancha Zeynep bolalarining tez cho'ng bo'lib atganligini his qildi. Hammasining kiyimlari kichik kelib qolgan, cho'nglarning qo'llari chopinining yengidan uzun chiqib qolgan edi. Turdiqari etizga chiqadiganligi uchun Zeynep uningga dadasining paxtaliq chopini bilan kun o'tigini kiydirib qo'ydi. Turdiqari choponni sho'yni bilan belidan ching bog'lab olgan bo'lsa-mu, choponning ichiga cho'kib qolgan edi. Bo'libmi o'zidan yo'g'an o'tik uni nihoyatda kulkili ko'rsatdi. Lekin
turdi qari, çapını bilen ötükidin nahayt pəxirlənətdi. Kiçikləri ayni yili dadısı Qashqardan elib kelgan rezinka ayaqlarını poytimi yögəb kiyib yürətdi. Faqat Rustamla ayaqsız qaldı. Zeynep onun putini latı bilen orab baxdı. Amma onun ayaqlarına latı toşmaydı. Bu ay bu günlərdə konu latılar mı etibarlıq idi. Aksığı qaraganda qavul bəsti kelgen Rustam ləpildəp yığıvatqan qarğa qarmay məktəbə çapatdı. O yerilip ketken soğuqdan qızargan topalları qarnın soğuqını sezgiçe küçünün barıcı yügüreydi. Bara soğuq topundadın mengsige baratdı. Put parmaqları kökürüp hiç nərsini sesmez bolup qaladı. O faqat çidiyalmaganda birər joyini tepip olturup putlarını tomaqqağı orab birdem istivalatdı da tomaqni qiqib etib beshig'i kiyib yana yugurib ketadi. Jugurib puti bek tomib ketganda yana o'ltirib tomoqi bilan istabdi. O yozni, putni ko'ydirdigan qiziq obdobni shunchalik zoriqib seg'inadi. Rustam hesapqa usta edi. 50 yaşlardaki sel enişip mağıdığan hesap muallimi doskağa hesapni yezip bolğuça Rustam işlep bolatdı. Aşı muallim bir günü Rustamның qarda yalan ayak yugurib ketip atqanlığını görüp qaldı. Dersin düşkende o Rustamni uyuga başlap ekirip, oğlu kichik vaqtida kiygan bir konu ötükni onunğa kiydirip qoydu. Zeynep ötüknün bazı yerlerini yanına bilen yamap, bazı yerini şoyunu bilen bağlap, onu yaman emas salatga keltirdi. Rustam onu ta ki parça bolup putudun düşüp qalğıcha kiyip yurdi. O aşı soğuk qishni, muallim bergen konu ötükni keyinki çağlarda mı esidan çıkarmadı. Rustam etiz işig'imi pishiq edi. Mektepten kelip udul etizga, anısı işləvatqan yerge baratdı. Anısı onu özünün orunda işləp duruşqa qaldırıp mallarına ot alatdı. Uyga kelipla mallarına ot selip berip, andın aşqı tutuş qalatdı. Köz, qish aylarda o uyga kelip bolğacha qarаңғы düşüp ketadi. O ocaqdagi otning yoruqida xemir yoğurup çamğır adalaydı. Aştaqda, noğuşda xemir yeyip kesedi. Zumrat ocaq aldıda oturup bir qo'lida qo'rchoq o'ynag'ach to'xtamay ocaq shaqtashlaydi. Rozaxon ot yoruqi tushib turgan tamdaki anasının g'oyat yo'g'on, to'xtamay harakatlanib turadigan soyasiga qarab xuddi kino ko'rayotgandek tuyg'uda bo'ladi. O yilda 2 qitim to'g'raqliqqa kelib, ochliq punktining temaga axlatı tartib kino qo'yadigan burutluq kinochini, ko'rgan kinolarini aslaydi. Kinochining uni ko'rsala beshni yo'g'on olqini bilan besib qo'ydiganligini, boshqa bolalarga nazarni solmay o'zini ishqi buyuradiganligini o'ylab, o'zicha faxrlanib ketadi. Kino haqiqatanmi to'g'raqliqlarning hayotidagi cho'ng ish edi. Bu yil kinochi yana keldi. O qarqash, qarichiga burun burutlari o'ziga yarışıp turadigan 40 yoshlardagi odam edi. Ayollar uni xotini bilan ajrashib ketibdi, bo'ytaq ekan deyishatdi. Shohraq cho'qallar onunga chaqchaq qilishga amroq edi. U mo kino qo'yg'ash o'g'irliqcha ayollarga sap solatdi. Jurt yuradigan bu odam to'g'raqliqning qiz cho'kalları boshqacha suluq ekanligini biladi. Bir qitim kino boshlanishning oldida u bolalarini kayniga solgan Zeynepning bolalarga nimalarnidu deb qayg'inicha maydonga kirib kelayotganligini ko'rib qoldi. Shu hamon lenta qachilayotgan qo'llari to'xtab qoldi. Zeynepni bolalari qo'lidan tortib oldiga elib ketganda yenidagi kichik boladan "Bu ayol kimning xotini?" deb so'radi. "U mening anam, dadam o'lib ketgan" deb javob berdi
dedi bala. Bichora, shuncha balajıq bola bilan tulib qapti, texi yosh ekan. Deb turib ketib, yana "Anangning eti nima?" deb so'radi. Zeynepxon. Kinochi shuningdan keyin bu balaga amroq bo'lib qoldi. Bu bala anasiga o'xshaydi. Umu anasiga o'xshash qo'shilma qash, oq suzuk chiroyi bekmi yaqinlik edi. Ammo qoshlari bilan sal qiyg'ash qapoqlari o'tirsida, javg'aylarida o'zgacha bir mijazni ifodalab turadigan, kishini aymintiradigan qandaqdir bir aloyidlik bor edi. Anamning ochiq yomon o'xshaydi, ha? Odatda u ochiq yomanda qilmaydi. Shu ochiqi kelsila ko'ziga hech narsa ko'rinmay qoladi. Shunga namat tozmi uningdan qo'rqidi. O nimishqa qo'rqidi? Bir qitim akamni kichik deb nomerini oz hisoblab qo'yganda, onam uni izlab berib toza tillagan. Shunga hozirgacha onamni ko'rsib qochidi. Kinochi nimadidir o'ylab o'zicha kulib qo'ydi. Akşamı kino qo'ygandan boshqa kunduzi uning qilg'idek ishi yo'q edi. U heli yumalaq bozorda, heli oyoq mahallaga boradigan yo'lda, heli etizliqda ishlayotgan ayollarning yanada paydo bo'ladi. Sol belakidagi Shanxay soatini ko'rsatish uchun ko'nglikining yengini egiz turib oladi. Erlar uningdan o'zini qochiradi. Bu kinochi ularga shaharliklardek yasanchiq ko'rinadi. Ammo ayollar uni ko'rsa ichilib ketadi. Bir qitim u etiz qirada paydo bo'lganda Tunisaxon ismli erkakzadek cho'kan uni tortib akirib, qo'liga katmandan birini tutqizib qo'ydi. Kinochi qo'lining uchida bir ishlarni qilgan bo'ldi-da, yog'liqini peshonasiga tushirib, bosh ko'tarmay qiq tartayotgan Zeynepga qarab: "Maxinim emgakni baland qiladi ekan. Er bormidi, yo'qmidi? Eri bo'lmasa, men tagsim bo'libdi ekan", dedi. Etiz ishlayotganlar "Voy tapdi, joyin tapdi" deyishib, qiqas silib kulishdi. Tunisaxon: "Bu xonimning nazari ustun, o'zi Viloxin boyning qizi, orqasida Guhardek 5 bolasi bor. Undaq odamni yaratmaydi, o'zlarini chaqlab gap qilsizlar", dedi. "Viloxin boyga tankalguchiligimiz bor. 5 emas, 10 bolasi bo'lsa-mu, boqquchiligimiz bor. Biznimi bosh chaqlamizlar edim", dedi kinochi. Hammaylar "Mana ish chiniq chiqadigan bo'ldi" deyishib, boshlarini burab, "Nima derkin?" deb Zeynepga qarashdi. Zeynep kinochiga beshidan oyoqgacha qarab etib: "Kinochiga tekkan xotin to'yi bo'lganda bir navbat, ajrashganda bir navbat xo'sh bo'larmish deb anglagan edim. Biz dehqon xalq kinochi bilan tang bo'la olamdik. Cho'jining to'g'ida nima ishi degandek", deb katminini ilibla neri ketdi. Ayollar yana bir qitim kulishib, kinochini shanxo qilishdi. Kinochi atsi yo'llarda Zeynepning oldini to'sib, gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi. O'zicha ralla bo'lib, xo'ylanib yurgan kunlarda Yumaloq bozorda Oltingulni uchirtib qoldi. Lig'irlab turadigan dambezi ko'ngla kiyib, qizil yog'liq tartib olgan Oltingul o'smi qo'yilib olgan qoshlarini uchirib, ko'zlaridan o't chaqnatib, nozlanib turib, kinochi bilan salomlashdi va "Bizning odam musha kinochini obdanroq bir mehmon qilib olsam bo'lmaydi" deb juratdi. "Bugun Xudoyim buyurib, obdan uchrab qollar. At bizning uyga berib, odam bilan birdam yerimda mung'ishib o'tirib kelala", dedi. Kinochi xo'shliqdan og'izni yumalmay qoldi. Ko'nglida "Ne'mat degan sattoz ajab chiroyli xotini elib olibdi-ki-na. Qaraganda xeyli xulqi bor satanda qiladi. Qani, ati berib, tomirni bir tutib ko'rmaymi?" deb o'ylab, kecha uxlay olmay, uyan-buyan o'rilib chiqdi.
Keş göz aylarda qo'mishlar rasa sarg'ayib qurishqa boshlaganda o'g'il balalar qo'mishliqqa yig'ilib tutib olgan yavi to'shqan kaptarlarni kavob qilib yeydi. Ba'zida balalar ehtiyotsizlikdan qalagan o'tini ko'mmay ketib qolsa yoki shaldirlab turgan qo'mishlarga tuyuqsiz o't chachirib ketsa, tuyuqsiz gurrada o't elib ko'zni yumib ochqicha qo'mishliq bir parcha o't dengizga aylanadi. Vajildab, charaslab köyüp atman otның haybeti ve küç kudretiga hiç narsa tan kelolmaydi. Altungulning muhabbatga tashna qalbi xuddi ashu qaqjirab qurib qelish oldida turgan qo'mishliqqa o'xshaydi. Ishiq muhabbat ushquni uning qalbini birdilla o't dengiziga aylantirdi. U o'zining kuyib kül bo'lib ketishini bilib tursa-mu, bu o'tdan o'zini tortolmaydi. Kunduzi u xuddi tush ko'rib atgandek yuradi. Kechda qozon qo'mishlarini yig'ishtirib bo'libla, anamning mijozi yo'qkan dikkini berib kelay deb chiqib ketadi. Kishilarda gumon paydo qilib qo'ymaslik uchun uyi tarafga mengib, yerim yo'lda daraxtlik tarafga agib ketadi. Daraxtlikni kesib o'tib, mahallaning bosh tarafidagi egiz qum do'nglari orasiga kirib ketadi. Issiq, yumshoq qum dövsi ustida yulduzlarning g'ijil bo'lgandek jimirlishi ostida u kinochi Samat Axun bilan irmash-chirmash bo'lishib ketadi. Uzundan beri bo'ytaq yurib, xotin sirab ketgan kinochi bu baxtsiz ayolni azaldan his qilib baxmagan huzur halovat va shodlikdan bahramand qiladi. Ne'matning yanida yog'ochdek qetib, tugilib, dakki-dukki ichida yotadigan Oltingul kinochining qovul, yo'nliq ko'ksiga ching chaplishi bilib, naskarashma bilan to'lg'inib yotgan chog'larida mushundaq yetib o'lib ketsam, Ne'matning talatini qoyit ko'rmasam yoki Samat Axun bilan jiroq yerlarga qechib ketsam deb orzu qiladi. Ammo u yana uyga qaytadi. Ne'matning chiroyiga qarab turib, yolg'on gap qiladi. Oqshimi uning yanada yotadi. Ba'zida qandaqdir gunohkorlik tuyg'usi ichida sal-pal muloyimlashib qoladi. Shu yillari kinochi to'g'raqliqqa pat-pat keladigan bo'lib qoldi. To'g'raqliqlar yangi kinolarni ko'rib turdi. Oltingulmo allaqandaq bahonlar bilan bozor tarafga berib turadi. Kishilar orasida kusur gaplar paydo bo'lishi bilanla bir kuni bu xalchiqan qizini izlab keldi. U o'zining yosh vaqtlarga o'xshaydigan Oltingulga zaharxandlik bilan tikilib, "Qizim, o'ynabmi to'ygansan? Ishni mushunchalik vaqtida yig'ishtirib olsang bo'larmikin? Ertaga ish yomoniga o'rilib ketsa, osmondan yerga qandoq tushganingni bilmay qolasan. U chaqda har qancha pushaymon qilsangmi o'rniga kelmaydi. Ma bu ayvon saroylar xalqning qo'liga o'tib ketadi. Sening talada qolgan bo'ladi." dedi. Oltingul ko'zlariga mo'lladi yosh elib, onasiga qattiq tegdi. "Talada qolsammi, bir jinimni elib chiqib ketarman. Har qancha bo'lsa-mu, sana ig'rimni solmasman. Shuncha yildan beri menimi o'ylab baqdingmi? Mush qizim erga tegib, baxtini topa olganmidi deb baqdingmi? Men seni deb, bir tuqollarımni deb yosh umrimni xazon qildim. Bu dunyoning xovliqini ko'rmay o'tdim. Ko'chada birga ketib borgan xotinni ko'rsam, mushular muhabbatlashib, bir-biri bilan xolishib to'y qilgan-da deb orqasidan qarab ketaman. Bu ayvon saroylar ko'zimga zindon ko'rindi. Mavi oltin kumushlar qinimni sho'rab atgandek tuyuldi. Shu salla to'ymaysan mushundaq nimalarga. Ola, hammasini sana berdim. Ayvon saroynimi, navbatnimi sana berdim. Oltingul varqirab yig'laganicha qo'liqi bilan qo'lidagi zira, bilazik, uzuklarni yerga otdi. Bu xalchiqning o'zlari g'alita tortishib, upsurib olgan chiroyi birdilla tilim qo'riqlar bilan to'lib ketgandek, badani lag'ildab titrab, bir pastila qiyirib, mukchib ketgandek ko'rindi. Daldanshib, müdürib yurib, yerda chechilib yotgan narsalarni tardi. Titrak
ovozi yig'lamsirab. Jenim qizim, oltinim, men seni ayıplamoqchi emas. Menmi sening dardingni bilmaydigan yerdimi emas. Menmi har qaysingni deb ersiz, o'zra halovatsiz o'tgan. Meningmi son ichim og'riydi, lekin sen texi yosh, ishq muhabbet deganning istidek bir damtila g'oyib bo'lib ketadiganligini, uningga ishongili bo'lmaydiganligini, chiroyiga qarab o'tirganga qo'rsoq to'ymaydiganligini bilmaysan. Bu dunyoda xorlanib qolmaslik uchun odamga yana nurg'un narsalarning zarur ekanligini bilmaysan. Samtaxonning chiroyi, hayyorligi bo'lg'ini bilan xotinini 4 bola bilan tashlab ketganligini, bolalariga pul bermay, borg'anli yerda oshni o'ynab yurdiganligini bilmaysan. U Samatning oyda oladigan 40 qo'y pulidan boshqa hech nimasi yo'q. Hukumat bergan bir egizlik kona uyda o'ltirdi. Yotgan ko'rpalarga qarag'li bo'lmaydi. Uning uyiga chiqishgan kirsimi yomonlab chiqadi. Sen mush uyingni tashlab, uning orqasidan kessang, ishning kunini ko'rsan qizim. Qo'yib bergan xotini 4 bolasini sana tashlab berdi. Shu ishlarnimi ko'z oldinga keltirib qo'y qizim. Ana, sen bilmaysan, mening mush uyda bir kunmi turg'im yo'q. Ne'matning chiroyiga zodi qarog'im yo'q. Oltingul yig'lashga boshladi. Mushi gaplar bo'lib, birer oy o'tmay, Oltingul Samat kinochining uyiga qochib berib oldi. Bozor tarafga borganlar Oltingulning Samatning bir ig'izliq uyini oqartib, derisiga qizil tovar parda tortib, supiga yangi shirdoq kiygi silib, cho'g'dak yasab o'tirganligini, Samtaxon kino qo'yg'ili nega borsa, uni billa ilib bordiganligini so'zlab yurishdi. Ne'mat uning xetini berib, Tinsoxonni nikoh qildiribla uyiga akilib oldi. Ular ustidagi gap so'zlarmi bara-bara besqiga tushdi. Kishilar bu ishlarni unutishga boshlaganda Oltingul ushtum tut mahallada paydo bo'lib qoldi. U qaradab, o'ruqlab qolgan edi. O'ngib ketgan chitkonlak koni to'play kiyib olgan. Quloq qo'llaridagi oltin kumushlar ko'rinmaydi. U onasining uyida bir mezgil turgandan keyin yana yasnib, pardoz qilib yurdigan bo'ldi. Jurt ko'rib, ish o'ginib kelgashkimikin, yurish-turish, xulqi mijozi texmi boshqacha bo'lib ketgan edi. Bir kuni Ne'mat itizlikdan kelayotgan Oltingulning oldidan chiqib qoldi. Oltingul qizil atlas ko'nglak kiyib, bo'yniga yo'g'on, seriq kahrabo marjon esib olgan edi. Ömrida bola tug'magan bu ayol 30 yoshlarga ulashqaniga qaramay qiz bolada ko'rinadi. U talchiviqdak to'lg'inib, nas xulqi bilan Ne'matga qarab tabassum qildi. Ne'mat huduqib tamtirab nima qilishini bilmay qoldi. Shundan keyin Oltingul uning ko'z oldidan ketmaydigan bo'ldi. Yerning tegidagi yilonning qimirlashini sezdigan bu xalchixon yana Ne'matga yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldi. Uzoq o'tmay Ne'mat Tinsoxonni uyiga olib qo'yib, Oltingulni qayta nikohiga oldi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qiylik, davomini erta davomlashtiramiz. Aman bo'ling, o'zingizni yaxshi asrang.